Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda biz sizlar bilan ton valyutasini chiqarish haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik ushbu ton kriptovalyutasini chiqarishda biroz tushunishmaydi, muammolarga duch kelishi mumkin. Shu sababli hozir TonPick saytidan biz ishlagan o'zimizni tonimizni Binance hamyonimizga qanday qilib chiqarish to'g'risida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Buning uchun shunchaki balansimizni ustiga bosamiz va bizda ushbu oynalar ochiladi. Shunchaki Withdraw degan tugmani tanlaymiz. Shundan so'ng pul chiqarish bo'limiga olib o'tiladi. Minimum pul chiqarish 0.1 ton, bizda esa 1.6 ton mavjud. Shu sababli bemalol pulimizni chiqarishimiz mumkin. Ana endi biz Withdraw adres degan joyga ton manzilimiz hamda tag degan joyga tag yozishimiz kerak. Binance'da bunaqangi tag degani yo'q. Shu sababli Binance'ga biz chiqara olmaymiz. Shuning uchun birinchi navbatda biz FaucetPay'ga pullarimizni chiqarib olamiz. Buning uchun FaucetPay'ga kiramiz. Xo'p, FaucetPay ochildi. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, Sign up degan tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Username yozasiz, email manzil, parol hamda shu bilan emailingizni tasdiqlasangiz bo'lgani. Biz login tugmasini bosib, o'zimizni email manzilimiz hamda parolimizni yozib hisobimizga kirib olamiz. Demak, hisobimizga kirib oldik. Ana endi biz ushbu joyda Overview degan joyni bosamiz va Wallet deganini tanlaymiz. Shundan so'ng biroz pastga tushib, ton degan kriptovalyutani topishimiz kerak. Demak, ton coin topildi va 3 ta nuqtachani ustiga bosamiz. Shundan so'ng deposit degan tugmani bosamiz. Va galchkani qo'yib, confirm tugmasini bosamiz va bizga ton manzilimiz hamda tag raqami berilgan. Demak, birinchi manzilimizni kopировать qilib olamiz, saytga qaytib olamiz va Withdraw adres degan joyga vstavit qilib qo'yamiz. Ana endi tag yozishimiz kerak. Yana FaucetPay'ga qaytamiz. Xo'p, tagni ham kopировать qilib olamiz. Yana saytimizga qaytamiz. Xo'p, TonPick saytiga kirib, tag degan joyga kopировать qilib olgan tagimizni joylashtiramiz. Shundan so'ng maksimal tugmasini bosib, ushbu joyga 1.6 tonimizni yozdik va pastda Verify Captcha deganini bosib, captchani yechishimiz kerak. Eng kamini tanlaymiz. Shundan so'ng Withdraw degan tugmani bosamiz. Va biroz pastga tushib, Continue Withdraw degan tugmani bosamiz. $2.5 ga teng bo'lmoqda. Xo'p, biroz pastga tushamiz va ushbu joyda Unconfirmed bo'lib turibdi. Ya'niki biz emailimizga kirib, ushbu o'tkazmani tasdiqlashimiz kerak. Bizning Gmailimizga yuqoridan xabar keldi. Gmailga kiramiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek Gmailimizga tasdiqlash xabari kelgan 1.6 tonni va Confirm Request degan yashil rangli tugmani bosamiz. Shundan so'ng bizda pul chiqarish tasdiqlandi. Endi biroz vaqt kutishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ushbu joyda Unconfirmedda bitta обновление beradigan bo'lsak, jarayon ya'niki pending bo'lib turibdi. Shunchaki pul tushishini kutishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shunday qilib oradan biroz vaqt o'tdi va biz yuborgan 1.6 tonimiz complete bo'ldi. Endi FaucetPay'ga kirib tekshirib ko'ramiz. Demak, FaucetPay'imizga ham 1.16 ton kelib tushgan, $2.52 ga teng bo'lmoqda. Ana endi biz buni to'g'ridan-to'g'ri Binance'ga yubora olmaymiz. Birinchi navbatda biz ton coinimizni Dogecoin yoki Litecoin'ga o'tkazib olishimiz kerak. Litecoin'ga o'tkazib olganimiz ma'qul, chunki komissiyasi birozgina kamroq. Shu sababli biz yuqoridagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va ushbu joyda Coin Swap degan joyi bor, ya'niki valyutalarni almashtirish. Ushbu joyga kiramiz va yuqoridan ton coinni tanlaymiz, ya'niki ayirboshlamoqchi bo'lgan valyutamizni. Demak, ton coinni tanladik, pastda esa Litecoinni tanlaymiz. Shundan so'ng maksimal yozamiz, 1.16 tonni hammasini o'tkazamiz, 0.5 Litecoinga ega bo'lar ekanmiz. Convert tugmasini bosib, ayirboshlab olamiz. Xo'p, try and convert largest deb yozmoqda. Xo'p, Dogecoinga o'tkazib ko'ramiz bo'lmasam, demak Dogecoin tanladik va convert tugmasini bosamiz. Demak, Dogecoinga o'tkazildi. Xo'p, bundan oldin ayirboshlaganlarim, demak USDT ni 3x ga o'tkazgan, Dogecoin tonga shunaqa o'tkazmalar bo'lgan ekan. Xo'p, ana endi asosiy dashbordimizga qaytib olamiz va ushbu joyda walletga bosamiz yana. Xo'p, ushbu joyda bizda Dogecoin'imiz mavjud. $2.4 ga aylandi. Bizda 12 sentga pulimiz kamaydi.
Ana endi uchta chiziqchani bosamiz va Withdraw degan tugmani bosib, Dogecoin'imizni Binance'ga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz Binance'dan Dogecoin manzilimizni olishimiz kerak. Buning uchun Binance'ga kiramiz. Xo'p, biroz vaqt kutamiz va aktivi, ya'niki hamyonimizga o'tamiz. Bu joydan Добавить средства deganini tanlaymiz. Внести aktiv degan eng birinchisini tanlaymiz. Biroz telefon qotib ishlamoqda. Xo'p, yuqorida biz Dogecoin deb yozishimiz kerak. Ya'niki Doge deb yozadigan bo'lsangiz, Dogecoin kelib chiqadi. Va Dogecoinni tanlaymiz. Set, demak, Dogecoinni o'zini tanlaymiz. PEP20 ni emas, Dogecoin deganini o'zini tanlaymiz. Shundan so'ng manzilimizni kopировать qilib olamiz. Kopировать qilib oldik. Ana endi Faucet Pay ga qaytib o'tamiz. Va ushbu joyda Linked adres degan joy bor. Demak, ushbu joyda Withdraw degan joyga birinchi navbatda вставить qilib qo'yamiz manzilimizni hamda Linked adres deganini bosamiz. Shundan so'ng biz pastda, demak, All degan tugmani bosib, 33 Dogecoin'imizni hammasini chiqaramiz. Bizdan 1 Dogecoin 7 sent komissiya olar ekan va hisobimizga 32.82 Dogecoin kelib tushar ekan. Shunchaki pastdagi Withdraw degan tugmani bosamiz yoki siz 5 daqiqa ichida tushsin deydigan bo'lsangiz, tezkor pul tushishini xohlasangiz 5 daqiqaga o'tkazib qo'yamiz. Bunda esa komissiya 2 Dogecoin 14 sent pulimiz kamayadi. Bu komissiyalar o'zgarishsiz. Siz 1000 Dogecoin chiqarsangiz ham 2 Dogecoin komissiya oladi. Va Place Withdraw degan tugmani bosamiz. Demak, the amount you are trying withdraw to low deb yozmoqda. Demak, 2 Dogecoin komissiya olinadigan bo'lsa, biz mana bu joyda 33 emas, balki 31 yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, 1 Dogecoinga kamaydi. Xo'p. Place Withdraw tugmasini bosamiz va pul chiqarish jarayoni boshlandi. Ana endi biroz vaqt kutishimiz kerak bizni Binance hamyonimizga Dogecoinlar kelib tushishini. Shunday qilib oradan biroz vaqt o'tdi va hisobimizga biz chiqargan 30 Dogecoin'imiz kelib tushdi. Ko'rib turganinglardek, ushbu joyda ma'lumot bor. Sanalari bilan yozilgan. Demak, 30-iyulni soat 20:06 da hisobimizga kelib tushgan 30 Dogecoin. Xullas, shu tartibda siz o'zingizdagi ton kriptovalyutasini xuddi shu tartibda Binance'ga o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan keyingi videoda Binance'imizdagi pulni Humo kartaga tushirish va shu joyda Humo kartadan Binance'ga ham pulni kiritishni birgalikda ko'rib chiqamiz.